Yana bitta 6x4 do'konimiz tayyor bo'ldi. Bu do'konimiz fasadi tunika bond bo'lgan, oynalari zakalga qilinadi. Bunisi birlik qilinadi. Odatda katta oynalari, kichkinalari esa 6lik qilinadi. Bu ham zakalga qilinadi. Singanda maydalanib tushishligi uchun. Atak sinmaydi-yu. Eshik og'ir bo'lib ketmasligi uchun 6lik qo'yiladi. Bu do'konimizni 10 marta ko'tarib tushirgani kafolat beramiz. 1000 kilometrgacha oynalari sinmasdan, hech narsa bo'lmasdan borishligiga kafolat beramiz. Do'konimizni ichkari pol qismi taxta qilingan, taxta pol qilinadi, undan keyin linoleum qilamiz. Do'konni eng tagida tunika qo'yganmiz, list qo'yamiz, u zak o'tmasligi uchun do'konga va bularning orasida penoplast bor. Devorlarini, patologlarini dekor plast qilamiz. Yaxshi, yuvib ishlatilaveradi, baquvvat narsa bu. Do'konimizni har bir reka bor joyga unaqa chizib qo'yamiz. Bizdan kelgan nimadir qotiradigan bo'lsa, qidirib yurmasligi uchun elektromontajlari qilinadi. Elektromontajini bu joyga har biriga bittadan kabel tortiladi. Nechta rizika bo'lsa, do'kon egasi o'zi o'chirib qo'yganda ularni terib oladi. Faqat lampasini qo'ymaymiz, hamma didiga qarab qo'yib oladi lampalarini. Do'konlarimiz chiroyli, 300-400 do'kon qilganmiz. Respublikamiz bo'yicha Farg'ona bilan Samarqandda filiallarimiz bor. Hozirda ham 3 ta do'kon qilinyapti. Yangilar hammasi chiqib ketadi, xudo xolasa. Bu hozir Farg'ona shahrida filialimizdan, Samarqandda filialimiz bor. Samarqandda zakazlarni qachon zakaz olganimizda borib tayyorlab berib, yana bolalar qaytib keladi. Farg'ona desa doimiy bolalar ishlaydi, chunki Farg'onada do'konlar ko'p qilamiz. Farg'ona vodiysi, Toshkent viloyati bo'yicha Farg'onadan chiqaramiz. Voha tomonda buyurtmalarni esa Samarqand viloyati Selski tumanida seximiz bor, o'sha joydan tayyorlab jo'natamiz. Profillarimiz yo'q. Endi avvalgi do'konlarimizni ko'ring, YouTube'da, Instagram, TikTok hamma joyda Nurli uylar qilgan ishlarimizni 19-yildan beri qilgan ishlarimizni ko'rishlar mumkin. O'zbekistonda birinchilardan bo'lib biz boshlaganmiz do'konni. Tajribamiz yetarli. Bu yerda ishlayotgan bolalar ham o'sha 2019-yildan beri ishlayotgan bolalar. Videoga like bosib qo'yasizlar. Do'konlarimiz kimga kerak bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qilishlar mumkin.